Oybek aka Amerika Qo'shma Shtatlaridan Cadillac Escalade yetib keldi. Jebel Ali portdan olib chiqib olindi. Cadillac Escalade 602 V8 Sport 25 model 25 ishlab chiqarilgan. Mashinamiz yetib keldi. Ana endi yo'lga chiqish arafasida. Egalariga xayrli bo'lsin. Ichini bitta ko'rsatamiz. Mashalloh, ko'rsatmasin. Hop, premium ko'chalarda monitorlari, kapitan sidinalar, 3-qatorlar, bordoviy, izyashniy ko'chalarda. Avtomobil yo'lga chiqish arafasida. Hamma joy tekshirib oldik, hammasi joyida, alhamdulillah. Ana endi bu mashinani yo'lga chiqazaveramiz. Egalariga xayrli bo'lsin, yaxshi kunlarga minsinlar. Aksessuarlari, polit, temirlari, boltlari, ключ, yana aksessuarlar. Mashina yuklanmoqda. Oybek aka, egalariga xayrli bo'lsin.